Joriy yilning 29-mart kuni Baxmal tumani Uzunbuloq mahallasida millatlararo totuvlik, bag'rikenglik va hamjihatlik mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir turli millat va ellatlar vakillarining o'zaro do'stlik va ahillikni mustahkamlashga, bag'rikenglik tamoyillarini keng targ'ib qilishga qaratilgan bo'lib, ushbu tadbirda Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi xodimlari ham faol ishtirok etdilar va o'zlarining kitob ko'rgazmasini tashkil qildilar. Ushbu tadbirda mahalliy hokimiyat vakillari, jamoat tashkilotlari, nuroniylar va yoshlar hamda turli millat vakillari ishtirok etdilar. Mazkur tadbir Baxmal tumanining Uzunbuloq mahallasida millatlararo birdamlikni yanada mustahkamlash, turli millat vakillarini birlashtirish hamda o'zaro hurmat va hamkorlik ruhini oshirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Sharhlovchi Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayeva.